Ilintiramiz. Komponent. Mana Yevropaning muhofazalarida Misr markaziy nimasi bor-ku, shunga 100 millionga kreditga davlat tashlaganimda uskuna olish uchun. Nima olmoqchi? Suv tozalaydigan, suv tozalash bitta paytlarda birinchi suv tozalash yana avtomatlar joylashtirgan materiallar pul bilan sotadi, avtomatik bilan. Endi bo'ldida beramiz deb shartnoma qildim, klientlar kelib o'sha o'rnatib ko'rdi. Bular nima qildi? Men oldin meni balansimda turgan, ustada kontrol turgan, men ustada kontrol turgan, kashier, mashier bo'llarni sotgandim. Remontga shu zdaniyning remontiga shuni sotgandim. Endi Android deydi, ular aytyapti, bitta gapda Androidda u sizlar uskuna olib sotishga uskunaga berdingiz deyapti. Tushuntira oldingmi? Uskunaga o'tib so'raganman dedi. Suvni tozalaydigan uskunami? Ha, suvni tozalaydigan uskuna. Olaman dedim-da. Endi undan oldin uni o'zining balansidagi. Uskuna borda kashier, mashier mashina yuborgan. Shuni sotganman. Endi o'rniga mana olmoqchiman. Men aytdim, bu avval qilishga oldindan Kazakhstan degan nimada Android deydi, Android degan narsa, Android degan narsa chiqdi. Shunda dedim, ruxsat bermayapti. Bu dedim, avvalga borku. Bu dedim, undan oldin 3 marta borgan. Ustani ham olib ko'rsatdim. Ustani borda bor narsani sotgan. Men bittadan olib, bitta sotganim yo'q. Tushundim. Ustani borda narsani sotganman-da. Bo'ldi. Endi sizda muammo shu yerda ruxsat berishdi. Yo'lboy. Eshitdim, tushundim. Ko'p vaziyatlar chuqurlashib ketmaylik. Men sizni masalangizni tushundim. Kelyapti. Masala, men to'g'ri tushungan bo'lsa, sizlardan chiqib ketgan Androidga hujjat borgan, Android tomonidan hujjatga e'tiroz qilib qaytarmoqchi bo'ldi. Shunaqa bo'lyapti. Bu yerda hozir hisob raqamiga pul tushgan avval uskuna sotganda. Bu yerda Android bilan kelishib olamiz ertaga. Ular aytyapti, aylanmaga beramiz yoki 1 yilga yoki uskuna sotib olish 7 yilga, asosiy uskuna sotib olish 7 yilga. Asosiy suv. Shuni shu sporni o'zi kelishib olyapmiz, Androidning bu masalasini yechamiz. Bugün iş kerakda, nimaga desangiz bor. Hozir ustalarga qilaman, rasmlarini ko'rsatish mumkin. Endi bor-ku, 2 oyda men yeni yaptida qachon pul to'laysan, qachon pul to'laysan, sudga beraman deyapti. To'g'ri. Endi ularni gapiga ishonib men aka ustalarni qilaman. Tushundim. Ertaga Tomasdan masalasini hal qilasizlar. Chunki deylik bu Androidga borgan. Android endi sizni hisoblarimizga tushmoqchi. Shunda savol bergan. Avtomobil beraman, uskunani sotib olish uchun, bu uskunani halol qilyapti. Halol qilyapti. Shuni ravosiyatiga chiqib, bu narsani hal qilyapti. Bu shuni hal qilib bersin. Mana shu yig'ilishni hamma deylik 1, 2, 3, 4, 5 tadbirkor ko'targan masalasini protokollashtirasiz. Azat tushundingmi? Protokollash chunki hozirgi men aytgan vazirlar mahkamasining qonuniga asosan bu yerda shunaqa bandni hammasi o'qib o'tirmadi to'g'risida. Bu yerda shunaqa bandi borki, sizlarga bilan biz boshqa yig'ilish qilganimizdan keyin kunda oxirida hisobot yozib berishimiz kerak. Yig'ilishda nechta masala ko'tarildi, mayli qilib jami bitta gapirmasa ham bu narsani qanday o'rnab chiqib, masalan 20 ta masalani tadbirkorlar ko'tardi, 20 tasidan 15 tasi hal bo'ldi, 5 tasi hal bo'lmadi. Hal bo'lishi uchun respublikaga tegishli vazirlikka, endi geologiyaga, soliqqa yoki kadastrga murojaat etiladi va shu yerga masala muhokama bo'ladi deb hisobot berishimiz kerak. Shuning uchun sizning masalangiz bo'yicha mana bankimizga o'zimizga masala ekan, Android bilan hal qilib yechib beramiz. Rahmat. Masalan, bo'lmasdan ruxsat beradi.
Bırak sana registrasyon bileşik olsun. Baktı. Bileşen bu ya. Ya var mı şunu? Masada çeşitleri var. Bunlar şahit var masada. Zачем kartın çıkartıp gelip oturmuşsa bırakın bu zaman cevap insan. Bırak adam final var. Şimdi bırak şey istiyor. Ahmet.